Rahmat sizga. Yo'q. Menga emas, sizga rahmat. Agarda siz bo'lmaganingizda, hozir ammam bilan birga daryoda suzib yurgan bo'larmidik? Siz aktyormisiz? Ha. Ishga yaqinda kirdim. Yoshlar teatriga. Siz rassom bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, men emas. Singlim rassom. Men tibbiyot akademiyasida o'qiyman. Yaxshi kasb tanlabsiz. Shifokorman deng. Meni ham onam shifokorlar. Poliklinikada ishlaydilar. Har yili malaka oshirish kurslariga boradilar. Sabr toqatlariga qoyil qolaman. Biz shifokorlar hamma yangiliklardan xabardor bo'lib turishimiz kerak. To'g'ri. Oğlum, nima qilib turibsiz? O'tirmaysizmi? Men choy qo'ydim. Marhamat, choy damlab chiq. Menimcha shoshilyaptilar. Vaqtlari bo'lmasa kerak. To'g'rimi? Yo'q. Men hech qayerga shoshayotganim yo'q. Ha, unda o'tiring. Bor, choy damlab chiq. Bu narsalardan olib kel. O'tiring o'g'lim. Ha, aytmoqchi. Hujjatingizni dazmollab berdimi? Ha, hammasi joyida. Voy, shundan juda ham xavotir olayotgandim. Ha, ko'ylak-ku mayli, hujjat joyida bo'lsin. Suv toshqini yomon bo'lar ekan, qarang. Ozgina jildiraganga shunchalik o'zimni yo'qotib qo'ydim. Otingiz nima, bolam? Ismlari Bobur. Ha. To'g'ri. Boburjon, juda ham chiroyli ism. Ishlaysizmi, o'qiysizmi? Ishlayman. Teatrda. Teatrda deng. Voy, men teatrni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, unday bo'lsa, spektakllarimizga kelinglar. Birga kelinglar. O'zim kutib olaman. Jonim bilan boraman. Rahmat, lekin o'qishlarim ko'p onajon. Ha, mayli. Marhamatli vaqtiga qarab boramiz. Yaxshi spektakl bo'lganda taklif qil. Unday bo'lsa, telefon raqamingizni bersangiz, oldindan o'zim xabar qilardim. Yozib ber, qizim. Xo'p. Choy qaynagandir, olib chiq. Yo'q. Xabarim yo'q. Hech kim aytgani yo'q. Mayli.
Dildora, oldimga kiring. Sizga vazirlikdan majlis bor deb qo'ng'iroq qilishganmidi? Majlis? Vazirlikdan? Ha, kecha aytishgan edi. Nimaga meni ogohlantirmadingiz? Voy, esimdan chiqib qolibdi. Esimdan chiqib qolibdi? Bu nima degan gap? Siz qayerda va kim bo'lib ishlayotganligingizni unutib qo'yibsiz shekilli. Ne menga do'q qilasiz? Siz kimsiz menga do'q qiladigan? Otammisiz, akammisiz yo erimisiz? Balkim men baxtimdan ayrilib qolgandirman. Buni ishga nima daxli bor? Agar baxtsiz bo'lsangiz, bu o'zingizning muammoingiz. Voy, siz hali meni baxtsiz dedingizmi? Uyingizdan kayfiyatingiz bo'lmay kelgan bo'lsa nima? Alamingizni mendan olishingiz kerakmi? Men? Alammi? Sizdan ha? Baxtsizmish. Menchi sizni dadamga aytib beraman. Dadamni og'aynisi bor, inspektor bo'lib ishlaydi, soliqda. Yana akalarim zo'r joyda ishlaydi. Bildingiz? Meni baxtsiz deganingiz uchun hali javob berasiz. Menmi? Esi joydami o'zi? Siz meni esi past dedingizmi? Haqorat qilganingiz uchun hali javob berasiz. Men qarang, siz nimalarni valdiryapsiz o'zi? Hali men valdiryapmanmi? To'xtang. Bunaqasi ketmaydi. Dildor aka, seni bu jiddiy idora. Ha? Ishingiz o'ta mas'uliyatli. Shuni tushunyapsizmi? Bo'lmasamchi? Juda yaxshi. Demak, kotibalik vazifalaringizni bekamug'oz bajarasiz. Bo'lmas jinniliklaringizni esa yig'ishtirasiz. Xo'pmi? Siz hali meni jinniga ham chiqardingizmi? Yo'q. Endi boshqacha bo'ladi. Menga qarang. Men sizni jinni deganim yo'q-ku. Bo'ldi bas. Toqatim toq bo'ldi. Endi o'zingizdan ko'ring. Sizga maslahatim. Ko'cha-ko'yda yurganingizda u yoq bu yoqqa qarab ehtiyot bo'lib yuring. Yana yo'lda biron kor-hol bo'lib qolmasin-a? Kechirasiz-ku. Lekin siz bilan qanday gaplashishni bilmay ham qoldim. Yo'q. Sizga yomonligim yo'q. Agar sizni xafa qilgan bo'lsam uzr. Siz albatta kattaroq idoralarda ishlashga arziydigan qizsiz. Ha-da, kelishgan, aqlli qizsiz. Mayli, omadingiz bersin. Hozircha menga shu joy ham bo'laveradi. Agar ketkim kelib qolsa, aytarman. Bo'ldimi? Mayli. Sizga ruxsat. Qolib bo'psan shu yerda. Gulnora Xoliyevna, tez oldimga kiring. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga muhabbat kerak edi. Ha, muhabbat? Muhabbat. Ha, uyda kiring. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Ammajon, ovora bo'lib qolmadingizmi? Eshitmay qolibman. Hech qisi yo'q. Mahliyo opa, bu meni ammajonim bo'ladilar. Ammajon, bu Mahliyo opam, qo'shnimiz. Tanishganimdan xursandman. Rahmat. Kiring Mahliyo. Kiring Mahliyo opa. Rahmat.
Mahliyo opa, eskizlarim tayyor. Hozir tushaman. Siz ungacha o'tirib turing, xo'pmi? Xo'p, rahmat. O'tiring. Rahmat. Ilohomin, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Sog'liqlaringiz? O'zingiz qanaqasiz? Charchamasdan. Yuribman. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha. Xush kelibsiz. Rahmat. Voy Mahliyoxon, Labbay. osmondagi uchib yurgan pariga o'xshaysiz-a? Sizni ko'rib odamni ko'zi quvnaydi. Rahmat. Oling. Rahmat. Men to'g'risini aytsam, ozg'in ayollarni uncha yoqtirmasdim. Havasim ham kelmasdi. Lekin sizni ko'rib shunaqangi havasim keldi. Og'zim ochilib, lol bo'lib qoldim. Voy. To'ldirib yubordingiz-a? Ko'rdingizmi? Isboti. Og'zim ochilib qoldi-da. Meni fitness klubimga keladigan barcha ayollar o'zlarini qushdek yengil his qilib, kapalakdek uchib yurishadi. Rostdan-a? Rostdan, hattoki sizdan ham to'laroq ayollar kelganda 20-30 kilo tashlab, sog'liqlarini tiklab, chiroyli, ixcham bo'lib chiqib ketishadi. Bunga faqat xohish va iroda kerak. Yo'q. Xohish dedingizmi? Xohish, ha. Men sizga hozir tashrif qog'ozimni beraman. Siz menga qo'ng'iroq qilasiz. Va men siz bilan albatta alohida shug'ullanaman. Mahliyo fitness klubi. O'zini hurmat qiluvchi, o'zini sevuvchi ayollar klubi desa ham bo'ladi. Qanday yaxshi. Haligi fitness degan so'zni ko'p eshitganman, lekin Siz klubga kelasiz. Men sizga hammasini ko'rsataman, tushuntiraman. Xo'p? bo'pti. Rahmat. Mana Mahliyo opa, eskizlar. Qani? Juda so'z. Men hozir klubga borib hammasini ko'rib chiqaman. Xo'p. Rahmat. Biroz o'tiring. Yo'q, rahmat. Men sizni albatta kutaman. Ammajon, sportchi bo'lib ketibsizmi? Ha, sportchiman. Ammajon, sportchimisiz? Shunaqa. Ammajon, menga non pishirib bering. Men fitness klubiga ketyapman. Nima? Fitness klubga? Ha, tushunarli ammajon. Sizni Mahliyo opam taklif qilganlar, shundaymi? Ammajon, Ha, haqiqiy sportchiman. Bo'ldimi? Ammajon, unda kelganingizdan keyin non pishirib berasiz. Kechqurun ovqat yeyish, non yeyish sog'liqqa zarar. ammajon. Ha, ammangman, sportchiman, fitness klubiga ketyapman. Gaping bormi? Ammamga nima bo'ldi? Rostdan ham ammajonimiz juda ham o'zgarib ketibdilarmi? Hammasiga qo'shnimiz Mahliyo opa aybdor.
Ammajon? Voy. Ol. Voy. Qayerdan kelyapsiz? Voy qo'lim. Hamma yog'im og'riyapti. Nima bo'ldi, Ammajon? O'zim ham bilmayman. Hamma yog'im og'riyapti. Voy qo'lim. O hali. Boshim og'riyapti. Boshim og'riyaptimi? Ha. Qani, tepaga qarang-chi. Qizarganmi? Sal qizargan, Ammajon. Oyoqlarim. Ammajon. Badanim titrab ketyapti. Qayerdan kelyapsiz, Ammajon? Qayerdan bo'lardi? Haligi fitmi, mitfitmi? Xullas kalom ozdiradigan klub bor-ku. Fitness deng. Ha. Ammajonim. Bir Ammajonsiz-deng. Voy. Og'riyaptimi? Tuppa-tuzuk yurgandim. Yo, ko'z tegdimi? Balki ko'z tegandir. Sportchilarga o'xshab kiymoqsizmi? Yarashibdimi? Judayam. Voy boshim. Boshim aylandi. Siz qimirlamay o'tirib turing. Men hozir qon bosimingizni o'lchab qo'yaman. Xo'pmi? Xo'p. Bemalol o'tirib oling. Ko'nglim aynidi. Ko'zimni ocholmayapman. Bo'lib turadi, Ammajon. Ha. Yo, mendan yoshi katta xotinlar baloday sakrab hamma mashqlarni bajarishyapti. Hozir, Ammajon. Sabr qilib turing. Keling. Xo'sh. Qani? Bering. Ammajon, birpas sabr qiling. Xo'p. Keling. To'xtang. Ammajon, qon bosimiz ko'tarilib ketibdi. Aytdim. Boshim og'riganini. Shundan ekan. Kechqisi Ammajon. Boshida bunaqasi bo'lib turadi. Yo, ko'p mashq qildim-lekin. Oyoqlaringiz ham og'riyaptimi? Keling, cho'zing. O'lsin. Natijasi yaxshi bo'lsin, tezroq bo'lsin debman-da. Ajoyibsiz-da. Men hozir borib dori olib kelay. Xo'pmi? Ko'proq olib kel dorilaringni. Endi pishgan sabzini ham xuddi shunday to'rtburchak shaklda to'g'raymiz. Mehr bilan qiling hammasini, chunki qo'lingizdagi mehr ushbu sabzavotlarga o'tadi. Sabzidan keyin yarimtagina bodring to'g'risangiz ham bo'ladi. Agar xohish bo'lsa. Men ba'zida qo'shaman, ba'zida qo'shmayman. Mayli, bugun siz uchun ozginagina bodring ham qo'shamiz. Yozyapsizmi? Ha. Yozib boring. Mana. Hidlarini qarang. Mana bodringlarimizni ham qo'shib oldik. Endi bunga mineral suvni qo'shamiz. Ko'p emas. Bir piyoladan. Ana. Juda chiroyli bo'lyapti. Limon sharbati. 2 tomchi. Ko'p emas. 1 2. 1 2. Farida opa. Ko'katlarni hech qachon to'g'ramang. Qo'lingizda
tuz qo'shmaymiz. Rangini go'zalligini. Farida opa, Labay. tayyor. Tatib ko'ring. Tayyor bo'ldimi? Ha, marhamat. Voy, bu meni eng yaxshi ko'rgan sho'rvam. Oling. Buni lazzatlanib ichish kerak. Mazza. Lazzatlaning. Albatta lazzatlaning. Qani? Farida opa, bu nima qilganingiz? Axir suv magnitga o'xshaydi. U atrofdagi barcha axborotni o'ziga yig'ib oladi. Shuning uchun tabassum bilan iste'mol qiling. Tabassum bilan. Lazzatlanib. Kechirasiz. Mahliyoxon. Labay. Bu narsani ovqatdan oldin ichamanmi yo keyin? Bu narsa emas, Farida opa. Bu minerallar balansini muvozanatga keltiruvchi sho'rva. Menda bunday sho'rvalarning retseptlari juda ham ko'p. Xohlasangiz yozib oling. Yetadi, keragi yo'q. Farida opa, tinchlaning. O'zingizni qo'lga oling. Iroda va xohish. Biz yosharishimiz kerak. Biz go'zal bo'lishimiz kerak. Yangi tanishlar orttirishimiz kerak. Mana faraz qiling. Bog' gullar ochilgan. Ketyapsiz. Qushdek yengilsiz. Xo'jayiningiz shunday qilib qo'llariga olib aylantiryaptilar. Aylantiryaptilar.